Iroqning bema'ni sahrosi bagrida shamol ko'p asrlik qon to'kilganlarning shivirlarini olib yurar ekan. Hech kimga o'xshamaydigan olka, shahidlar qonini ichgan, tashnalik faryodi qilichlar to'qnashuvidan ham balandroq aks sado bergan. Bir paytlar quyosh islom tarixidagi eng og'ir karla fojiasiga guvohlik bergan yurt bor. Odamlar uni muqaddas, xalq uni muqaddas deyishadi, lekin ba'zilar ham pichirlab aytadilarki, tun kirsa, tuproq esga tushadi, havo titrar. Soyalar milodiy 680 yilda Muhammad payg'ambarning suyukli nabiralari Imom Husayn ibn Ali roziyallohu anhu va Yazodiylar oilasi va Storoniylarga qarshi chiqqan Muharram oyining jazirama kunida sodir bo'lgan voqealarni takrorlaydi. Asrlar davomida ziyoratchilar bu zamin bo'ylab yalangoyoq yurib, yiglab, motam tutib, nasihatlar o'qib kelishgan. Ammo iymonlilar orasida hamisha gaybni sinab ko'rishga intilayotganlar, Karbaloda shom bosgandan so'ng cho'zilib qolgan narsalarning shivir-shivirlariga qarshi turishga jur'at etganlar yashiringan. Hikoya qohiralik yosh tarixchi Zayn bilan boshlanadi. U umrini islom tarixini o'rganishga bag'ishlagan, lekin hech qachon g'ayritabiiy narsalarga ishonmagan. U chol yiglashi, qum qon ketishi yoki tun sukunatida hamon chanqagan bolalarning sharpalari eshitilib turishi haqidagi hikoyalarga shubha bilan qarardi. Bir yilning kuzida u tadqiqot niqobi ostida Karbaloga yo'l oldi, lekin yashirincha bu hayajon haqidagi ertaklarga qarshi chiqishni xohladi. U Arbaindan bir necha kun o'tib, millionlab odamlar Imom Husayn ziyoratgohini ziyorat qilgan paytda keldi. Ammo shahar hali ham qurigan qonga o'xshash metall narsa bilan aralashgan atirgul suvi va tutatqi hidini olib yurardi. Mahalliy aholi uni tunda sahroga, ayniqsa Husayn va uning hamrohlari oldirilgan maydon al-Maqtalga, aniq jang maydoniga qarab yurmaslik haqida ogohlantirgan. Mag'ribdan keyin ertirik, dedi unga ziyoratgohning qari qarovchisi, ko'zlari yoshdan oqarib, ovozi qaltirab, u yerda yolg'iz yurganlar har doim ham qaytib kelmaydilar. Ammo Zayn kulib yubordi va uni qo'rqinchli itoatkorlikni saqlash uchun yaratilgan folklor deb atadi. O'sha kechasi siniq qilichga o'xshagan yarim oy ostida Zayn ziyoratgohning oltin gumbazi va minoralari ortidan sukunat hukm surgan tekis, cheksiz chol tomon yurdi. Avvaliga u qumda etiklarning xirillashidan boshqa hech narsani eshitmadi. So'ng xuddi shamol ko'targan xo'rsiniganday suvning irmoq oqayotgandek ovozini eshitdi. Bu yerda suv yo'qligini bilgani uchun yuragi gursillab ketdi. Karbalo quruq bo'lgani uchun tanlangan edi, chunki Husaynning qarorgohi Furotdan mahrum edi. Ovoz yanada aniqroq bo'lib, Zayn o'girilib qarasa, u qum bo'ylab harakatlanayotgan soyalarni ko'rdi. O'nlab figuralar, plashli, charchagan, suv terisini ko'tarib yurgan. Bolalar suv so'rab pichirlab onalariga yopishib olishdi. Tarixchi og'zi quriganidan qotib qoldi. Uning mantiqiy aqli bu illyuziya deb qichqirdi, lekin uning ko'zlari boshqacha ko'rindi. Husaynning lageri uning ko'z o'ngida arvoh shaklida paydo bo'ldi. U Husaynni ko'rdi, obro'li, sokin, tepasida qip-qizil bo'lsa ham, yoniga qilich qo'yib duo o'qirdi. U bayroqdor Abbos ibn Alining beqiyos jasorat bilan Furot tomon otlanayotganini ko'rdi. U Husaynning quchogida beshik o'tirgan go'dak Ali askarning rahm-shafqat so'rab osmonga ko'tarilganini ko'rdi. Faqat havoni kesib o'tayotgan oqning aks-sadosini eshitish uchun, keyin esa cholni yarmini yorib yuborgan qichqiriq. Zayn orqasiga qoqilib, quloqlarini changalladi, lekin tovushlar to'xtamasdi. Otlar kishnaydi, po'lat to'qnashdi, ayollar yiglar, bolalar suv tomchilarini so'rardilar. Havo temir va tutun hididan quyuqlashganicha, u tiz cho'kdi, nafas oldi. U yana qarashga jur'at etganida, jang maydoni o'zgarganini angladi. Tanalar yer bo'ylab sochilib yotar, boshsiz, qonga belanib yotardi. Qora bayrak esa qip-qizil osmonga qarshi silkitardi. Va keyin u uni ko'rdi. Husaynning singlisi Zaynab binti Ali baland bo'yli, ko'zlari qayg'u va qarshilikdan shiddatli, ovozi Yazidning shafqatsizligiga qarshi faryod qilgancha osmonni larzaga keltirdi. Uning so'zlari Zaynning ko'kragidan chiqqanday bo'lguncha aks-sado berdi. Uning ko'zlari xiralashgan, lekin yerning ozi puls edi va u sahroning tirikligini angladi. Bu Ashuro kunini xotira sifatida emas, balki abadiy haqiqat sifatida takrorlar edi. Tarixchi titrab, buning iloji yo'qligini, arvohlar haqiqiy emasligini, tarix o'zini tiriltira olmasligini o'ziga o'zi pichirladi. Ammo u qo'llariga qaraganida, u xuddi olayotgan bolani ushlab turgandek, yangi, issiq, kaftlariga bo'yalgan qonni ko'rdi. Qo'rqib ketdi, u yugurdi, lekin cholning cheki yo'q edi va u har tomonga burilgani uni yana o'sha jang maydoniga olib bordi. Yuqoridagi oy endi yashiringan, yulduzlar g'oyib bo'lgan va faqat yonib turgan chodirlarning nuri ufqni yoritib turardi. To'satdan yiglashlar to'xtadi.
Olimdan ham ogirroq sukunat cho'kdi. Va keyin qum bo'ylab sudrab, yaqinroq zanjirlarning ovozi keldi. Soyadan bog'langan, boshlarni quyi tushirgan, jim, ammo o'tkir yig'layotgan ayollar va bolalar paydo bo'ldi. Ularni ko'zlari ichi bo'sh askarlar qo'riqlayotgan edi. Zayn recognized him, the surviving family of Hussein, taken captive, forced to march toward Kufa and Damascus. Ter agoni sepet into him like poison. On a child raiset her head and stared directly at him. Her eyes burning beat sorrow deeper than any cost he had ever read of. Will you remember us, chef spirit, her voite more chilling than a stream, or will you forget like the others? Before he told answer, she faded into the dust, leaving him shivering. He thought it was over, but then, from the far end of the desert, came the roar of horses, Yazid's army, faceless shadows on black steeds, rushing forward with spears raised. Their hove shook the ground, there were trees thundered through the air, and Zayn streamed as he realized the very charging strike at him. He closed his eyes, certain of the edge, but when he opened them, he was back at the shrine, on the tall marble floor, gasping for breath, his face wet with tears he did not remember shedding. Around him, pilgrims reached Ziyarat, their voices steady, unaware that he had just lived the day of Ashura with his own eyes. Shaken beyond belief, Zayn fled the shrine, vowing never to return. Yet even when he left Karbala, the haunting followed him. In Cairo, in his sleep, he heard the cries of thirsty children. In the silence of his home, he smelled the smoke of burning tents. And every night, at exactly the hour of Maghrib, he awoke with blood on his hands. He tried to wash it, to scrub it away, but the stain never left. In time, his mind fractured. Some say he disappeared from his city. At first time he wandered the deserts of Iraq until his body was found lifeless near Karbala, his face frozen in a stream, his hands red with blood that was not his own. And to this day, the people of Karbala whispered that Joseph had dared to mock or challenge the tragedy of Hussein are doomed to be dragged into its eternal reply. For the land of Karbala does not forgive, does not forget, and will never stop streaming until the day of judgment.